Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 14-17 yoshdagi har 3-o'smir haftasida kamida bir marta porno videolar tomosha qiladi. Bunday kontentga doimiy kirish esa bolada agressivlik, yolg'izlik hissi, real hayotdagi aloqa muammolari va hatto ruhiy tushkunlikni ham kuchaytiradi. Buyuk Britaniyada 2019-yildan boshlab Digital Economy Act qonuni kuchga kirib, pornografik saytlar foydalanuvchilardan yoshni tasdiqlovchi hujjatni talab qilishi shart bo'lgan. Maqsad 18 yoshgacha bo'lgan bolalarni bu kontentdan himoya qilish. Avstraliya va Amerika Qo'shma Shtatlarida esa NetNanny, Bark, Custodio kabi raqamli nazorat tizimlari ommalashgan. Bu ilovalar orqali ota-onalar farzandlarining internetda qanday kontentga kirayotganini real vaqtda kuzatib boradi. Finlandiya, Niderlandiya, Norvegiya maktablarida bolalarga jinsiy tarbiya, shuningdek, raqamli xavfsizlik haqida ochiq darslar o'tiladi. Bunday yondashuv natijasida o'quvchilar virtual haqiqatni real hayotdan ajrata oladi. Har qanday holatning salbiy tomonlarini ham o'rganadi. Fransiya va Germaniyada sun'iy intellekt yordamida porno saytlar avtomatik ravishda kuzatiladi. AI foydalanuvchining yoshini taxmin qilib kontentga kirish huquqini cheklaydi. Germaniyada esa maxsus sun'iy intellekt tizimlari tasvirlarni kadr-ma-kadr tahlil qilib, yoshlar uchun zararli materiallarni aniqlaydi va bloklaydi. Cambridge universiteti tadqiqotiga ko'ra, pornografiyani muntazam tomosha qiladigan insonlarning miyasi giyohvand kishilar miyasi kabi ishlay boshlaydi. Doimiy dopamin oqimi miyani tabiiy zavq olishdan mahrum qiladi. Natijada qaramlik, yolg'izlik va tushkunlik holati ko'payadi. Journal of Adolescent Health jurnali esa 1600 o'smir ishtirokidagi tadqiqotda pornografik videolarni doimiy ko'rganlar orasida depressiya va o'z joniga qasd fikrlari 2 baravarga ko'p ekanini aniqlagan. Yana bir jurnal bergan ma'lumotlarga ko'ra, 20-30 yoshdagi erkaklar orasida pornoni ko'p tomosha qiladiganlarda jinsiy suslik holatlari 28% ga yuqori. Pornografiyani muntazam ko'ruvchi erkaklar orasida ajrashish ehtimoli ham 2 baravarga oshgan.